Trikotaj va to'qima matolarning farqini bilasizmi? Ishlab chiqaruvchilar tomonidan mato aynan ikki xil turga bo'linadi: trikotaj va to'qimaga. Keling, sizlar bilan bugun bularning farqini ko'rib chiqamiz. Trikotajga alikantari, nabuk, villur va shunga o'xshash boshqa matolar kiradi. Ularning farqi nima deydigan bo'lsanglar, ularning ipi juda ingichka ipdan to'qilgan bo'ladi va juda ham zich qilib to'qilgan bo'ladi. Masalan, nabuk matosini oladigan bo'lsak, ko'jaga juda ham o'xshash bo'lib ketadi, lekin bu ham xuddi material kabi, mato kabi ipdan to'qilgan, zich qilib to'qilgan bo'ladi. To'qima matosiga keladigan bo'lsak, ularga mishkavina, shinel, bukle, ragoshka va shunga o'xshash boshqa matolar kiradi. Ularning endi shunga yarasha ipi ham yirik bo'ladi va yirik qilib to'qilgan bo'ladi. Hozirgi kunda hech kimga sir emas, aynan shu to'qima matolar moda bo'lgan, hamma yoqda trend bo'lgan, lekin inobatga olib qo'yishimiz kerak, villur matosi hech qachon modadan qolmaydi. Aynan shu Yevropani ko'rib, Yevropa bilan solishtiradigan bo'lsak ham, Yevropada 80-90% matolar aynan villurdan qilingan. Agar sizlarga mebel uchun sifatli matolar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Ardotex'ga murojaat qilsanglar bo'ladi. Videoyimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarimizda ham mato to'g'risida yana qo'shimcha ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilamiz.